1988-yilda SSSRda fojiali hodisa yuz beradi. Bir guruh shaxslar Tu-154 samolyotini egallab, uni xorijga olib qochishga urinadi. Biroq bu ish amalga oshmaydi va Leningrad viloyatiga qo'ngan samolyotni maxsus kuchlar ozod qiladi. O'xshamagan SSSRdan qochish operatsiyasining barcha a'zolari bir oila vakillari edi. 1988-yil 8-mart Irkutsk aeroportida Irkutsk-Kurgan-Leningrad yo'nalishidagi parvoz qilishi lozim bo'lgan Tu-154 samolyotiga chiqish e'lon qilinadi. Yo'lovchilar birin-ketin samolyotga chiqa boshlaydi. Ular orasida Avechkinlar oilasi ham bor edi. Ona hamda uning 10 nafar bolasi Tu-154 bortiga chiqib o'z joylarini egallaydi. O'sha kuni 164 o'ringa ega Tu-154 da bor yo'g'i 60 nafar yo'lovchi uchayotgandi. Kurgan shahridan unga yana 16 nafar odam chiqadi va samolyot parvozini davom ettiradi. Tu-154 Leningradga yetishiga chamasi 1 soat qolganda Avechkinlardan biri bort kuzatuvchisiga qog'oz uzatadi. Unda uchuvchiga yo'nalishni Londonga o'zgartirish talabi bor edi. Yozuv oxirida bu talab bajarilmasa, samolyotni portlatib yuborish bilan po'pisa qilingan. Xo'sh, Avechkinlar Londonga nega bormoqchi bo'lgandi? Avechkinlar oilasi Irkutsk shahrida yashagan va 1980-yillar boshlarida oilaviy jaz ansambli sifatida ittifoq miqyosida tanilib qolgandi. Oila bekasi Ninel Avechkina 12 nafar, 5 qiz va 7 o'g'il farzandni dunyoga keltirib, Sovetlarning qahramon ona ko'krak nishonini olgan. Uning ikkinchi farzandi go'dakligida vafot etgan va 1980-yillarda oila qaramog'ida 11 nafar bola bor edi. Avechkinlar oilasidagi o'g'il bolalar maktabdagi pioner otryadlari safida turli musiqa asboblarini chalib turishardi. 1983-yilda ular tahsil oladigan maktabning 2 nafar musiqa o'qituvchisi faqat Avechkinlardan iborat bo'lgan guruh tashkil etadi. Guruhga oilaning 7 nafar a'zosi jalb qilinadi va unga 7 Semyonov, Sem Semyonov deb nom beriladi. Guruh avvaliga Irkutskda mashhur bo'ladi, so'ng bolalarni Moskvaga taklif qilishadi. 1984-yilda Avechkinlar ansambli butun ittifoq bo'ylab mashhurlikka erishgandi. O'sha yili oila boshlig'i Dmitriy Avechkin vafot etadi va bolalar Ninel Avechkina qaramog'ida qoladi. Ularni ayolning o'zi tarbiyalaydi. Ko'p o'tmay Avechkinlar mustaqil ijod qila boshlaydi va 7 Semyonov guruhi mashhur bo'lishda davom etadi. Ularni bir necha marta markaziy televideniyega taklif qilishadi. Turli shaharlarda konsertlar qo'yishadi. 1987-yilda 7 Semyonov Yaponiyaga gastrolga boradi. SSSRda bunday xorijiy safarga boradiganlarga albatta odam soniga qarab 1 yoki 2 nafar KGB xodimini qo'shib jo'natishardi. Avechkinlar bilan ham shunday bo'ladi va ular bilan birga Yaponiyaga delegatsiya a'zosi sifatida KGB xodimi ham boradi. Sovetlarning bunday qilishiga sabablar bor edi. SSSRda aholining turmush darajasi past bo'lib, uni Yevropa, AQ yoki Yaponiyadagi hayot bilan tenglashtirib bo'lmasdi. Ana shunday sharoitda xorijga borgan fuqarolarning ayrimlarida o'sha yoqda qolib ketish istagi tug'ilardi va ular turli davlatlar elchixonalaridan siyosiy boshpana so'rardi. Sovetlar ana shunday holatlarning oldini olish, shuningdek xorijiy davlatga borgan odamlar mahalliy aholi bilan muloqotga kirishib, oshiqcha gaplar gapirib qo'ymasligi uchun har doim delegatsiyaga KGB xodimlarini qo'shib jo'natardi. Avechkinlar bilan ham shunday bo'ladi. Yaponiyaga borgan yigitlar o'sha yerda qolish yoki AQSh elchixonasidan siyosiy boshpana so'rashga qaror qilishadi. Biroq bunga muvaffaq bo'lmasdan majburan ortga qaytishadi. Avechkinlar SSSRni tark etish rejasidan voz kechmaydi va boshqa yo'llarni qidira boshlaydi. Oxir-oqibat parvoz qilayotgan samolyotni egallab, u bilan xorijga chiqib ketishga qaror qilishadi. Bu yo'lda ular eng avval granata, qirqma miltiq va patronlar sotib olishadi. So'ng qo'lbola portlovchi uskuna yasab, payt poylashadi. 1988-yil 8-mart kuni ular onalari bilan birga Irkutsk, Kurgan, Leningrad yo'nalishida uchadigan Tu-154 samolyotiga chiqishadi. Avechkinlar orasida turmushga chiqib ketgan to'ng'ich qiz Lyudmila yo'q edi xolos. O'shanda ona ham bolalarining rejasidan xabardor edi.
Oila so'nggi gastrolga chiqqan va qaytishda samolyotni olib qochishni reja qilgandi. Ovechkinlar o'zlarida bo'lgan qurol va portlovchi uskunani musiqa asboblari g'ilofiga yashirishadi. Ular mamlakatda mashhur bo'lgani bois aeroportda musiqa asboblarining g'iloflarini hech kim ochib ko'rmaydi. Samolyot Kurganga qo'nib yana havoga ko'tarilgach, ular Tu-154 ni Leningradga yetib bormasdan oldin olib qochishga qaror qilishadi. Samolyot Vologda shahri yaqinida parvoz qilayotganda Ovechkinlarning 2 nafari o'rnidan turib, yo'lovchilarga joylardan qo'zg'almaslikni aytadi. So'ng Vasiliy Ovechkin bort kuzatuvchiga talablar yozilgan qog'ozni berib, uni uchuvchilarga yetkazishni buyuradi. Qog'ozda samolyotni Leningradga emas, Londonga qarab yo'naltirish talabi qo'yilgan. Aks holda samolyotni portlatib yuborish bilan tahdid qilingan. Shunda uchuvchilar bilan gaplashib kelgan bort kuzatuvchisi samolyotdagi yonilg'i faqat Leningradgacha yetishini, Londonga uchish uchun unga aviakerosin quyish kerakligini aytadi. Uchuvchi rost gapirgandi. Birozdan so'ng bort muhandisi Ovechkinlarning oldiga keladi va samolyot Londongacha yetib bora olmasligini, Finlyandiyaga qo'nib yonilg'i quyish lozimligini aytadi. Ular rozi bo'lishadi. Ana shu joyda uchuvchilar ayyorlik qilishadi va ularning biri ovoz kuchaytirgich orqali samolyot Finlyandiyaning Kotka shahridagi aerodromga qo'nayotganini aytadi. Biroq uchuvchilar Tu-154 ni Finlyandiya tomonga olib o'tmagan, shundoq chegarada joylashgan Veshcheva shahridagi harbiy aerodromga qo'ndirgandi. Ovechkinlar avvaliga SSSRdan chiqib ketdik deb xursand bo'ladi. Biroq illyuminatordan sovet harbiylarini ko'rib, uchuvchilar aldaganini fahmlashadi. O'sha paytda soat mahalliy vaqt bilan 16 dan 5 daqiqa o'tgan edi. Samolyot qo'ngan zahoti aka-ukalar uchuvchilar xonasiga yuguradi va darhol parvoz qilishni talab qiladi. Biroq uchuvchilar xona eshigini ochmaydi. Shunda Ovechkinlar yo'lovchilar va bort kuzatuvchilarini o'ldirish bilan po'pisa qiladi. Biroq uchuvchilar ularning talabini baribir bajarmaydi. Shunda Ovechkinlarning biri qo'lidagi 40 miltiq bilan bort kuzatuvchisi bo'lgan ayolni otib tashlaydi. Tu-154 harbiy aerodromga qo'ngach, darhol uni harbiylar, militsiya va KGB xodimlari o'rab oladi. Ular Ovechkinlar bilan muzokara o'tkazishga urinadi, ulardan ayollar va bolalarni ozod qilishni so'raydi. Ovechkinlar rozi bo'lmaydi. Shu asnoda ularning talabi bilan samolyotga yonilg'i qo'yiladi. Biroq eshikni ichkaridan qulflab olgan uchuvchilar parvoz qilishni rad etishadi. Shu asnoda soat 19 dan 10 daqiqa o'tadi, shturm boshlanadi. Maxsus guruh samolyotga uchuvchilar xonasi orqali kiradi. So'ng ular eshikni ochib, bortda bo'lgan Ovechkinlarni nishonga oladi. O'rtada otishma boshlanadi. Maxsus guruh 3 nafar yo'lovchini otib o'ldiradi. Otishma davom etayotgan paytda Ovechkinlarning biri portlovchi uskunani ishga tushiradi. Portlash oqibatida 4 nafar o'g'il va ona halok bo'ladi. Keyinchalik tirik qolgan Ovechkinlar so'roq paytida 4 o'g'il va ona joniga qasd qilish maqsadida portlovchi uskunani ishga tushirganini aytadi. Shuningdek, 19 nafar odam, Ovechkinlarning ikkisi, yana 2 nafar militsiya xodimi va 15 nafar yo'lovchi yaralanadi. Maxsus guruh samolyotni egallaydi va qolganlar ozod qilinadi. Jarohatlanganlar shifoxonaga olib ketiladi. O'sha kuni Ovechkinlarning eng katta o'g'li Vasiliy 26, eng kichigi Sergey 9 yoshda bo'lgan. Samolyotda bo'lgan qizlarning kattasi Olga 28, eng kichigi Ulyana 10 yoshda edi. Ularning onasi Ninel Ovechkin esa 51 yoshda bo'lgan. 7 Semyonov musiqachilari mansub bo'lgan oila tomonidan samolyot olib qochishga bo'lgan urinish va shturm paytida ularning 5 nafari o'z joniga qasd qilgani ommaga oshkor bo'lgach, odamlar hayron bo'ladi. Chunki ularning musiqiy guruhi ittifoqda mashhur edi. Shuningdek, ularga yaxshi haq to'lanardi va bu oila boshqalarga nisbatan yaxshiroq yashardi. O'shanda Sovet ommaviy axborot vositalari Ovechkinlarning xorijga chiqib ketish maqsadi haqida lom-mim demaydi. Ularni ommaga samolyot olib qochmoqchi bo'lgan terrorchilar sifatida talqin qiladi. Shu sababli mamlakatdagi mashhur musiqiy guruh a'zolari va ularning yaqinlari nega terrorchiga aylangani omma uchun mavhum bo'lib qoladi. SSSR parchalanib ketgandan so'ng Ovechkinlarning maqsadi jinoyatchi yoki terrorchiga aylanish emas, balki samolyotni egallab xorijga chiqib olish ekani oshkor bo'ladi. Samolyot ozod qilingach, Ovechkinlarning faqat 2 nafari, Olga va 17 yoshli Igorga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atiladi. 14 yoshli Tatyana, 13 yoshli Mikhail, 9 yoshli Sergey va 10 yoshli Ulyana voyaga yetmagani uchun jinoiy javobgarlikdan ozod qilinadi.
Tergov 7 oy davom etadi va ayblanuvchilar hamda guvohlarning ko'rsatmalari 18 tomlik material bo'ladi. 1988-yil 6-sentyabrda boshlangan sud jarayonlari Irkutskda bo'lib o'tadi. Olga boshidanoq samolyotni egallash rejasiga qarshi bo'lganini bildiradi. Igor esa o'ziga berilgan savollarga javob bermaydi. 23-sentyabr kuni sud Olgaga 6 yil, Igorga 8 yil qamoq jazosi beradi. Igor 18 yoshga to'lgunicha voyaga yetmaganlar koloniyasida saqlanadi, keyin kattalar qamoqxonasiga o'tkaziladi. Shu tariqa SSSRda ancha mashhur bo'lgan oilaviy jaz ansambli a'zolarining so'nggi gastroli noxush tugaydi va ularning taqdiri ayanchli kechadi. Olga va Igor qamalgandan so'ng Tatyana va Ulyana maxsus internatga joylashtiriladi. Keyinchalik Olganing ko'zi yorigandan so'ng uning qiz farzandini bolalar uyiga topshirishadi. O'zini esa Toshkentdagi qamoqxonaga ko'chirishadi. SSSR parchalanib ketgandan so'ng biroz vaqt o'tib, Olga va Igor qamoqdan ozod bo'ladi va opa-uka birga yashaydi. Olga qizini bolalar uyidan qaytarib oladi. Igor restoranlarda qo'shiq aytish bilan shug'ullanadi. Ko'p o'tmay ukasi Sergey unga sherik bo'ladi. Mixail ham ulg'ayib jaz yo'nalishida ijod qiladi. Keyinchalik Igor giyohvand moddalar sotayotganda qo'lga tushadi va 1999-yilda qamoqxonada vafot etadi. Olga spirtli ichimliklarga ruju qo'yadi va o'zi bilan yashaydigan mast erkak tomonidan o'ldiriladi. Ulyana mast holda ketayotganda mashina urib yuborib nogiron bo'lib qoladi. Mixail Ispaniyaga ko'chib ketadi va o'sha yerda yurak xurujiga uchragach, u ham nogironlar aravachasiga mixlanadi. Sergey ham qamoqxonaga tushadi va 2009-yilda vafot etadi. Ovechkinlar oilasidan hozirda faqat Tatyana tirik. Ovechkinlar haqida shu paytgacha bir necha hujjatli filmlar, ko'rsatuvlar suratga olingan. Ularning ayrimlarida oila a'zolari qatnashgan va voqealar rivojini hikoya qilib bergan.